har kuni shunaqa qiladi. Har kuni kutib turadi odamni asabiga tegib. Aytmayman, men bu yerda odam kutib o'tiribdi, endi meni mas'uliyatim yo'q-da. Yo'q, xo'jayin. Xo'jayin. Qani? Kutib qolmadilaringmi? Yo'q. Ya xo'jayin sizni bir umr kutishga rozimiz, xo'jayin. To'ppa-to'g'ri. Bo'lmasa yana necha qulab chiqay? Yo'laringiz. Asl kash xo'jayin. Ya hazil emas, seriyoz aytyapman. Yo, bo'ldi, mana shuni kutib turamiz. Bemalol xo'jayin, bemalol. Hazillashdi. Ya xo'jayin, yo'q, hazır kelsin, qani keling. Ol. Chiqing xo'jayin. O'tiring. Xo'jayin, bemalol yaxshi ketyapsizmi? Yo, oyog'ingizcha siqilib qoldi. Yana ozgina tosh iloji bormi? Yo'q, xo'jayin oxirida turibdi lekin, eng oxirida. Yo'q. Nima? Korxona sakrashiniga tushibdi-da, ishchilar sal qisqartirish kerak. To'xtat. Mashinani to'xtat. Xo'jayin, yaxshi ketyapsizmi endi? Ha, yaxshi. Ana sakrashina bizga emas ekan, yonimizdagi korxonaga ekan. Xo'jayin, 1 minutga mumkinmi? 1 minutda qoyil qoldira olasanmi meni? Ha. Xo'jayin, bular Monno bolalar terini parvarishlovchi mahsulotlar. Germaniya xomashiyosidan ishlab chiqariladi, xo'jayin. Gipoallergen. Bola tug'ilgandan ishlatsa bo'ladi, xo'jayin. Bu ani taglik kremidan tortib, to kir yuvish vositasigacha bor, xo'jayin. Bo'riboygacha shunaqalarga loyiqda, xo'jayin, eng zo'ridan bu. Menga podxodda endi bu. Xo'jayin, aslo unaqa emas. Sizni akamdek ko'raman. Endi akamni o'g'liga sovg'a bera olmasam uyatda, xo'jayin. Chin ko'ngildan. Ha, yaxshi. Nimami? Nech pulida oyligi? 15 million, xo'jayin. Yo'q, 20 edi shekilli. Rahmat xo'jayin, rahmat. Men ish qilayapman xo'jayin. Sen ham ishlaysanmi? Yo'qmi? Yo, ketib yuraverasanmi? Ishlayman xo'jayin. Mana nimadir olib kelaman. Yo, gap olib kelishda emas, bunday ishlasham kerak-da. Xo'jayin, o'rmondan kiyik tutib kelganman. Hozir pishyapti, maza qilaymiz-a? Yana kiyikmi? Jonga tegdi. Bitta ish eplolmaysan. Nima yegiz kelyapti xo'jayin? Nima tutib kelay? Yo'q, shunaqa bo'ptimi? Yomon qiladi. Yaxshi kadrga o'xshayapti. Bilchi biz korxonada ishlarmikan. Bo'ldi hozir. Xo'jayin gaplashdim. Ishlarga diplomi yo'q ekan lekin. Diplom kerak emas. Yonimda kulib tursa bo'ldi. Bo'ldi, hozir hal qilamiz. Xo'jayin kamchilik bo'lmadimi? Zo'rmi? Bir kun uxachisiga chochini oldirib, zubachisiga bo'lib qoldi. Ko'rdingmi? Kadr tanlashni bilamanmi? Tuzi yurakur, o'rnimizni egallab oladi hozir. Egilib salom ber. Egilib salom ber. Ya menga qara, xotinchangga ayt, salom bersa, to'g'ri salom bersin. Agar zapadli bo'lsa kerak emas. Ha, egilib salom beradi-da, bundan ortiq qana yotyapsizmi yerga? Sen menga qichima gapingni qilmagin, tushundingmi? Salom bermasa kerak emas. Shuncha yil salomsam yashaganman. Tarafini olasan. Piyolanchi sarg'ayib yotdi. Toza yuvmagan xotinni toza yuvishni o'rgat. Ha, dada, hozir ichdingiz bu choyda hali yuvgani yo'q. Xotinchang tarafini olma, xotin quli bo'lmagan bola. Tozalab yuvsin, tushundingmi? Tarafini olganim yo'q. Mana hozirgi choyda yuqi turibdi dada, yuvadi hozir. Ey bola, idish rasvo o'tirsa baraka qochadi uydan. Ey beg'urus. O dada, Menga qara, xotiningga tayinlab qo'y, kir mashinada yuvmay qo'lida yuvsin kirlarini. ha, kir mashina bor-ku tayyor, yuvib berursin. To'k ketadi, kim to'laydi to'k pulini? Ha, insonni sog'lig'idan afzal bas to'k dada. Ey xotinchang tarafini olma, ayinab 40 yil qo'lida yuvgan, hech nima qilgani yo'q. Ha, o'shancha qo'li ishib ketib, hozir больницada yotibdi-yu. Tarafini olma, qo'lida yuvsin kirlarini. Assalomu alaykum. Dada, o'rtoqlaringiz guzarda kutishyapti ekan, choyxona bor ekanmi bugun? Chiqmayman choyxonaga. Men ketsam uyga barday qilib yuborasanlar. Sanlar deb o'rtoqlarimga ham qo'shila olmay qoldim. To'tola. Rahmat. Shunisini aytdingmi? Ha. Menga ham qoldir. Behroz. Shokoladni berib oldimga kelgin. O dada. Sen bola uylanib yomon o'zgarding, ha? Xotinchangga shokolad olib kelasan, banan olib kelasan. Sen menga biror marta britva olib kelib berganmisan? Mo'ylovingiz olmaysiz dada? Britva faqat mo'ylovga ishlatiladi. Yana nimaga? Kantovkami olaman? Olib kelib beraymi? Kerak emas endi, u minnatli oshi iti emas, tushundingmi? Sen ko'proq shokolad tashing, ertaga qurtib olsang tishingni, keyin zubnoyga qatnaysan. Behroz aka, Ho? Xonsaroyning Muhabbat shahri loyihasida 2 xonali xonadonlarni endilikda 69 million so'm bosh to'lov bilan xarid qilishimiz mumkin ekan. Alohida uy olib chiqib ketaylik.
Bu nima deganing? Men o'zi bitta o'g'il bo'lsam, qanaqada alohida chiqib ketamiz. Chiqib ketsak, hammamiz birga chiqib ketamiz. Bo'lmasa mana shu yerda yashaymiz, bo'ptimi? Boshqa ular gapingni gapirma. Dog' bo'lib yotibdi. Hamma yo'q dog'. Nima bo'ldi, dada? Gazza ahvolini qara. Ha shuni ustiga bitta falga qilib qo'ysa, mana shunaqa dog' bo'lib ketmaydi. Jonimga tegdi hamma. Oxiri mana shu Xonsaroyni yopib chiqib ketaman, yashayverasanlar o'zlaring. Xiros, O dada? mana qara. Mana qara. Changni qara, chala artgan mashina. Chala artmagan, umuman artmagan. Qana artadiyapti, dada? Jin, shoti qo'yib ber artsin. Agar zapotli bo'lsa, o'zim artaveraman, tushundingmi? Xo'p. Tushirib qo'y meni. Bang.